Mana shu diademani 3 oy yasadim, lekin shunga yarasha juda chiroyli chiqdi. 3 oy yasaganim sababi shunaqa diademani birinchi marta yasaganim uchun durdan kamroq olib qo'yimman. Keyin bozorga borib yana bitta pachka olganimdan keyin qarasam, durni boshqacha rangidan olib qo'yimman. Keyin yana bozorga borib, rangiga qarab mostir olib keldim. Sizlar meni xatoyimni takrorlamasliginglar uchun opisaniyega qancha narsa kerakligini yozib qoldirganman. Keyin ko'pchilik diadema onlayn kurs haqida so'rashibdi. Hozircha menda faqat durli sumka onlayn kursi bor. Xudo xolasa 1-2 oylardan keyin diadema onlayn kursini ochaman. Agar shu diademani ham onlayn kursimga qo'shishimni xohlasanglar, kommentariyaga diadema so'zini yozib qoldiringlar.